Bismillah. Erkekmi ayolmisan? Chiq. Erkekmi ayolmisan? Ayolman. Qancha bo'lib kelganingga? Tak kim? Alo. Kimlar bilmayman. Atingiz nima? Atingiz nima? Kamolmi, Mirzaliyev, Ro'ziboymi? Ergashev Kamol. Kamol. Bo'pti aka, gapiring, nima bezovta qilyapti? Ichim og'riydi, keyin yuragim og'riydi. Aka, qarang. Telefoningizni mahkam ushlab oling, hadeb ochib yopib bormang aka. Qo'lingizni mahkam ushlab oling, yoping. Qayerlaringizni oling? Ichim og'riydi, yuragim og'riydi. Yuragingiz, ichi, oshqozoningiz, oshqozoni, yana qayeringiz? Ha, oshqozonim, boshim. Boshingiz tushunarli. Efirni qanchadan beri uzmasdan ko'rasiz. Hozir tayyor bo'lsa jin chiqarib olamiz, birodarlar. Qanchadan beri ko'raman? Bir oydan beri o'tmay ko'raman, bir oydan beri uzmay ko'raman. Efir paytida nima bo'lasiz? Efir paytida ichimdan nimadir yurib, baqirish bo'ladi, kekirib, qusqim keladi. Aka, to'xting. Shifoxonada ichganmisiz, ichmaganmisiz? Ichganman. Yaxshi, tushingizga nimalar keladi? Tushimga qari odamlar jinlar kiradi, keyin menga folminlar kiradi, mana sehr qilinayotganlar, yana kiradi. Keyin o'lgan odamlar kiradi. O'lgan. Aka, siz adashib folbinga bormaganmisiz? Bo'ningizni oldirib ko'rib shekilli. Yo'q, bo'lmaganman. Hech zam sodirgan bo'lmagansiz, a? Yo'q. Yoki siz nima bo'lganmi? Ota-buvalaringiz shuni o'qiy dam soladiganlar bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Xo'p, o'lganlar nima qiladi tushingizda? O'lganlar olib ketaman deydi. Ko'plar o'lganlar to'dasiga bo'laman. Uzoq-uzoq joylarga olib ketib qoladi. Aka, odamlar yo'q joyga ketgisi kelaveryaptimi? Ha, men yashagim kelmaydi. Go'yo vaqtda o'zimni o'ldirganlarim keladi. Shu o'lim yo'q qilganda sizni. Aka, shifo shaxrini ichganda nima bo'ldingiz? Shu shaxrini ichgan ichlarim og'riydi. Keyin boshqacha o'zimni g'alat qilayotganim, oshqozonim, ichlarim hamma joyim og'rib ketadi. Qad necha foiz yengilladingiz, akajon? Ancha yengillashdimi, ichlar yuragim ko'pincha yuragim og'riydi-da. Menga qisqa javob bering. Necha foiz yengilladingiz? Bo'ldi, boshqa narsa kerakmas. 50%lar. Bo'ldi, tushunarli. Aka, yuragingizni ichingizda erkakmi, ayol birga o'xshaydimi? Ayol birga o'xshaydi, qimirlab, baqiriq ovozda kelaveradi. Aka, qisqa gapiring. Yuragingiz nima turganga o'xshaydi? Yuragimni qisa oladi, igna siqib. Igna, tushunarli. Boshingizda-chi? Boshimni orqa miyamni qisib oladi og'rib. Aka, nima turganini ayting, akajon, siz konsultatsiyalar ko'rasizmi? Ha, ko'raman. Ayting, boshingizda nima turganga o'xshaydi? Bir narsa turganga o'xshaydi, bilmayman, har bitta badanimga yurib chiqadi. Aka, yana sizga tushuntiryapman aka. Bir narsa deb, uni ham ayta oladi, bir narsa deb. Ati kerak menga. Qoplong'ich qoplay oladi. Nima? Qoplong'ich toshdek qoplay oladi. Aka, boshingizda nima turadi deyapsiz? Toshdek bor turadi, toshga o'xshagan. Tosh turadi, tushunarli. Oshqozoningizda-chi? Oshqozonim qattiq og'riydi, ichiga ana qimirlagan narsalarni qimirlab yurib, og'rib, qisib, har xil og'riq. Jon, aka, yana gap olib ketib qolyapsiz. Men savolimga javob bering. Men qanaqa og'rish so'ramayapman. Nima turganga o'xshaydi? Shunga javob bering. Jin turganga o'xshaydi. Jin turmaydi bu yerda. Oshqozon hech qachon jin turmaydi ekan. Qani balchig'imi, ichida bir nima, yiringmi, qonmi, layqa suvmi, pichoqmi, nima turganga o'xshaydi? Sochmi? Igna. Igna. Shu og'riqni o'xshatish kerak-da bir narsaga. Bo'pti, mana yuming ko'zingizni. Eplaysiz-a? Ha, harakat qilaman. Yo'q, eplaysizmi, shuni ayting. Eplayman. Ko'raman, endi bilmadim ekan. Allohu akbar, Allohu akbar, bismillah. TikTokdagilar negativchilar, tinch bo'linglar. Sizlar bo'lmasalar biz zerikib qolamiz. Bismillah. Allohu akbar, bismillah. Erkakmi ayolmisan? Chiq.
Erkakmi, ayolmisan? Ayolma. Qancha bo'lib kelganingga? 1 yil. 1 yil. Bu bolani nima qilishing kerak, bu bolani? O'ldirishim kerak. Nima qilib qiynayapsan buni? O'ldirishim kerak. Nima qilib qiynayapsan buni? Yuragiga cho'la cho'kaman. Yana nima qilib qiynayapsan? Hamma joyiga. Nima qilib bosboslar qilyapsan, bo'ldi tushuntir. Kechqurunlari tushiga kirib bo'lsayman. Men qara. Bu bolani qiynama. Yuragida ignani tozalab tashla, yuragida ignani, bo'l, bismillah. Yo'q. Bo'l, chiqarishing kerak. Men seni quvvat qilsagani vaqtim yo'q. Bo'l, tozala, chiqarib yubor. Yuragida ignani sug'urib yubor, bo'l. Bu bolani ancha qiynayapsan, chiqarib yubor endi. Bismillah, bo'l. Bo'l, bismillah. Bismillah. Yo'q, chiqarmayman. O'ziga keldi. O aka. Meni eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Siz jinni chiqishini xohlayapsizmisiz? Chiqishni xohlayapman, yuraklarim og'rib ketyapti-da, ichlarim. Uni so'ramayapman sizdan aka. Yuragingiz bor, bir şey so'ramadim sizdan. Menga javob bering. Chiqishni xohlayapsizmi, chiqishini? Ha. Yurakdan xohlayapsizmi chiqishini yoki ichida o'rgan qopti-da sizga. Uni chiqishini xohlang. Xohlasangiz chiqib ketadi. Bo'lmasa men nima qilaman ekan harakat qilib? Men bir harakat qilib ko'raman. O'zimni yurakdan xohlayni chiqishini. Keyin jin chiqishga harakat qiladi. Men agar chiqishini yaxshi xohlamasangiz, u meni qo'yib yubormayapti, yopishtirib sizga. O ayol jin, chiqmaqa, bismillah. Yuragidan tozalab tasha. Yuragida ignan tozalab tasha bo'l. Bismillah. Bo'l, sug'ur. Sug'urdim. Qo'lini tozaladim, yuragida qolmadimi? Boshdagi toshni olib tashla. Ol, bismillah. Oldim. Oshqozonidan sug'urib tashla. Sug'urdim. O'zi keldir. O brother. Yuraging nima bo'ldi? Yuragim, oshqozonim og'riq bo'ldi, keyin yengillashdi. Boshingiz yengilladimi? Ha. Yuming ko'zingizni. O'jin chiq, orqadan qaytala. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Muhammadur Rasululloh. Endi chiqib ket endi. Bismillah, chiq. Chiq. Hop chiq.